Umidjon, to'xta, bu yoqqa. Baraka topdir, mana shuni bugun tanishtirasan, endi nimaligini bu senga ko'ngil, tug'ilgan kuning bilan avvalo. Maza qildingmi? Bu nimaligini ayt, tushuntir klientlarga, muxlislarga. Xo'p, assalomu alaykum. Bu bugungi sizga tanishtirmoqchi bo'lgan hammaga mashhur rastorovsha yo'q. Rastorovsha demaylik, silimarin moddasi. Bunda 80% gacha javohir aka silimarin moddasi bor. Bu jigarni tiklash jarayonini eng tezlashtiradigan moddalar mana shunda. Alloh tomonidan bizga berilgan ne'mat. Eng afzali Rossiyadan keladigani, hech qanaqa ximikat zavodlar yonida o'smaydigan, tog'larda, tabiiy dalalarda o'sadigan rastorovsha. Bizlarda bor. Rastorovshani bir osh qoshiqini olib, bismillah. Yarim litr suvga damlab, kun bo'yi 3-4 mahal ichsangiz, birinchi navbatda eng toza qiladi, jigara yog'larini eritadi. Psoriaz bormi, ekzema bormi, taningizni shunaqa yaratadi, yuzingizdan oy ko'rinadi. Rastorovshani hozir mana yoz, salqin ichimliklarning o'rniga kuniga 2 mahal ichsa, yengillikni his qilamiz. Ovqat hazm bo'ladi. Diabetga ham rosa foydali ekan javohir aka, sahrni tushirish bo'yicha. Undan tashqari inulinga yaxshi-da, u inulin moddasi bor. Inulin moddasi qisman tashkil qiladi, qavziyatni yengillashtiradi. Undan tashqari jigar gepatozi, yog' bosishini yengillashtiradi. 4-stepin bormi, 3-stepin bormi, hammasini qayta tiklaydi. Qarang, bu qush qo'nmas degani uchun, bu qush kelib qo'na olmas ekanda, urug'i bizgacha ham yetib kelar ekanda, biz insonlarga. Qush ketmasin ekan. Qush ketmasligi uchun qarang, buni tomiridan tortib bargigacha tikon qilib qo'ygan. Keyin bitta tarafi aka, mana biz o'zimiz maydalab qo'yamiz. Boshqa joylarda tikan, pikon, barg-margi bilan maydalab yuboradi-da. Mana shu holatda xarid qilsanglar, iltimos 1 oydan 3 oygacha ichinglar, sizdan zo'r inson chiqadi. Qayerdan kelgan nima ayt? Rossiyadan keladi. O'zimiz Rossiyadan olib keltiramiz. Mana qo'shni Afg'oniston, o'zimiz viloyatlardan kelmaydi. Ular qora bo'ladi. Ularni maydalashi juda qiyin. Buni olib kelib ichib ko'ring, xudo xolasa, vez tashlash, vaznsizlikka ham olib keladi. Zo'r ozasiz, xudo xolasa.